Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun qo'limda Zulhayat O'tkirning Sayyohlar izidan nomli bu cho'ng hajmlik katta kitobi. O'tganda mazkur kitobning kirish so'z qismini o'qib berdim. Bugun bu kitobdan o'qib berishni planlagan bo'limdan bir ikki bobni o'qib beraman. Zulhayat O'tkir mundaq deb yozadi. Vatanimizning ovat rastlaridan tortib, odam oyga tegmagan xilvat kentlargacha kezib iz qoldirgan Shvetsiyalik sayyohlarning ba'zilari olim, ba'zilari ekspeditsiyachi, ba'zilari arxeolog va ba'zilari turkologlar edi. Ular sirliq makonga ko'milgan moddiy va g'ayri moddiy boyliqlarimizni bayqab, dunyoning diqqatini bu zaminga burashqa turtki bo'lgan. Shundaqla Ipak yo'li savdosining rivojlanishi uchunmi ma'lum darajada ta'sir ko'rsatgan. Ularning vatanimizdan elib ketgan boyliqlari hozir chet ellarda, muzeylarda saqlanmoqda va tadqiq qilinmoqda. Acaba ularning bu boyliqlarni elib ketishi shuncha oson bo'ldimi? Ularning Uyg'urlar va Uyg'urlar yashagan makonga bo'lgan ta'siroti va tadqiqot obyekti nimalar bo'ldi? Ular asarlarda Uyg'urlarga qanday baholarni berdi? Bugungi kunda bu tadqiqot natijalari bizga nimalardan derak beradi? Aql o'qirmanlarimizning bu savollarning javobiga erisha oladiganligiga ishonchim komil. Javobni birga topamiz. Sven Hedin albatta vatanimizga borgan Shvetsiyalik missionerlarni tilga olganda oldi bilan Sven Hedin tilga ilinadi. Shuning uchun avtor bu kitobda Sven Hedin haqida xeyli ko'p o'rin bergan. Men bir necha bobni tanlab o'qib berishni planladim. Xo'sh. Birinchi bob. O'rta Osiyodagi radar. Sven Hedin 1865-yil tug'ilib, 1952-yil vafot bo'lgan Shvetsiyalik ekspeditsiyachi, tadqiqotchi va yozuvchi. O yuqorqilardan boshqa ko'p qirliq, ko'p xil iqtidorga ega inson bo'lib, geolog, meteorolog va rassom, shundaqla 7 xil tilga qodir tilshunos edi. U bizga Himalaya va O'rta Osiyo tadqiqotchilari sal qaragan ba'zi masalalarning sirini yeshib berdi. Peter Hopkerek Ipak yo'lidagi ajnabiy olvositalar nomli kitobida Sven Hedinga yuqori baho berib, uning tuhfalarini madhiyalab, uni xuddi O'rta Osiyoga tushgan meteorit toshga o'xshatsa, uning keyingi davrlarda o'tkazgan siyosiy xatoliklarni tanqidlab, izi yo'qolib ketgan noma'lum meteorit teshiga o'xshatdi. U mazkur kitobida yana Francis Young Husband, ya'ni harbiy qaytirib tekshiruvchi xodim, Tibetda tekshirishda bo'lgan tunji angliyalik avtordan nang biri aslimisini qistirib o'tib mundaq bayon qiladi. 1890-yili Qashqarda Sven Hedin bilan uchrashdi. O chaqlarda Sven Hedinning texi to'nilmagan chaqlari bo'lib, u menga nihoyatda cho'ng ta'sir ko'rsatgan. U haqiqiy bir ekspeditsiyachining qandoq bo'lishi kerakligi haqida mukammal namuna qoldirgan odamlardan biridir. Sven Hedin jismoniy quvvati urg'ib turgan, muloyim, o'zini to'xtatgan, tamkin va qat'iy bo'shashmaydigan xarakterga ega kishi edi. Men uning til o'rganish qobiliyatiga, fanniy bilimlariga va san'at qobiliyatiga shunchalik havas qilaman. Uning olimona har biri harakatiga, shimoldagi ajdodlardan otamaraz so'g'oqqan va mustaqil xarakteri qo'shilib, bir butun mukammallik yaratdi.
Свенхейден hayotida dаңлык shaxslar bilan do'stlik munosabati o'rnatgan bo'lib, ayni vaqtda Alfred Nobel, Çar podshoh, Angliya podshohi, Kissinger, Hitler qatorliq kishilarning qo'llashiga erishgan. U hayotida 40 yilga yaqin vaqt sarf qilib, O'rta Osiyoga 4 qitim safar qilgan bo'lib, bu jarayonda nihoyatda sistemalik tekshirish elib borgan va qimmatli bayqashlarni qo'lga keltirib, bizga tarixiy ahamiyatga ega materiallarni qoldirib ketgan. Jumladan, mushu asrning beshida Sharq Turkistonga safar qilgan sayyohlar ichida ixtiro xarakterli natijalarga erishgan kishi Svенхейденdir. Svенхейденning Tarim daryosi hovlisida elib bargan bayqashlari va xizmatlari uning bu zaminga bo'lgan rishtasini mahkam bog'lagan edi. Qur'on Karimdagi Baqara surasida shunday bir mo'jiza tasvirlangan bo'lib, o'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttiridan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik va Pravin guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. Tarim daryosi bajoyi ki ikki qo'lini kang echib, daryoning o'ttirisidan yo'l echilib, Svенхейденning qo'liqiga pichirlab turib, uning bu joyga kelib, o'z bag'riga yoshiringan tilsimlarning sirini echishini kutib yotqili necha ming yil bo'lganini aytganda qiladi. Svенхейден 1890-yili 12-oyda Qo'qand Ush orqali Qashqarga kirganida jug'rafiyalik tekshirishni maqsad qilib faoliyat elib borgan. U 1894-yili 5-oyda yana Qashqarga kelgan bo'lsa-mu, u Mustaqni tekshirib bo'libla yurtiga qaytdi. U Qashqarda shvedlarning ta'siri barg'ansiri eshivatgan. Missionerlar punkti faoliyat elib berayotgan mezgillar bo'lib, har qitimqi faoliyatini Qashqarni markaz qilgan holda elib boradi. 1895-yili 5-oyda Svенхейден Qashqarga qaytib kelib, Maralbeshini aylanib, Tumshuqdagi 9 saroyni islom yodikorligi deb xato mo'ljarlab qilib, keyin Xotan tarafga o'tib qidirib tekshirishdi bo'ladi va xarita ishlashga kirishdi. 1896-yili Svенхейден Xotan Keriya daryosini bo'ylab yerlik go'har izlaguvchilarning yordamida Dandan uylik xarobasini bayqaydi. U chaqda uning nazarida jug'rafiyalik aniqlash va azimutliq o'rin belgilash uning uchun arxeologik qidirishdan muhim turadi. U bu qitimqi tekshirish jarayonida Xotanning g'arbidagi yotgan xarobaligidan 500 parchaga yaqin madaniyat yodikorliklarini, jumladan odam va to'ygilarning haykallarini, qo'lyozma tarisha puchuklarini, Dandan uylik xarobasidan qimmatlik Budda haykallari va Bodhisattva tom rasmlarini bayqaydi. Uningdan keyin Qaradon xarobalarini qidirib tekshirdi. 1892-yilning oxiri va 1900-yilining 1-oyida Shvetsiya podshohi Oskar va millioner Alfred Nobel qatorliqlarning qo'llashi bilan Svенхейден Tarim daryosida 3 oy sol va qiyiqda yurib, Korla, Charchan atrofida faoliyat elib boradi. U 1900-yili 3-oyning oxirida tunji qitim Kroran xarobasini bayqaydi. Svенхейден kutilmagan bu voqeadan to'limi minnatdor bo'ladi va vaqtincha Kroranni qisman qidiribla yerim yo'lda tashlab qo'yib Tibetga yurib ketdi. U 1901-yili tashlab qo'ygan ishini davomlashtirish niyatida qaytib kelib Kroranni qazishni boshlaydi. Kroran xarobaligidan jami 120 parcha Karushti yeziqidagi tarisha putuk, 36 parcha vasiqa va simkar, yog'och naqshlar,
odam haykalları, go'zal tom rasmlariga erishdi. Sevenheden qadimki Kirorandagi qadimki hayot, jamiyat boshqarish sistemasi, diniy e'tiqod, ibtidoiy muarif, hatto bu yerdagi aholilarning qumning hujumiga duch kelish sababidan ko'chish tarixiga oid ma'lumotlarga ega bo'ladi. Uningdan keyin u turpan bezaklikdagi Budda ibodatxonalari bilan tosh kemirlarni ko'zdan kechirdi. 1927 yildan 1935 yillari u Jungo Shvetsiya ekspeditsiya atirdi bilan oldi bilan Beyjingga berib, ishki Mo'ng'ul va Taklimakan cho'lligidan o'tib, Sharqiy Turkistonning Qumul va Urumchi shaharlariga safar qildi. Keyin militarist Jing Shorin tarafidan tahdid deb qarilib, bir mezgil Sevenheden va uning atirdidagilar rejimga elinib tutib turildi. Keyin to'xtamga qo'l qo'ygandan keyin qo'yib berilib, ekspeditsiya xizmatini davomlashtirdi. İlmiylik jihatdan Sevenhedenning musofalarni o'lchashda qo'llangan to'ga qadimidan foydalanib o'lchagan o'lchamlarimi hozirgi zamonaviy texnika asboblari bilan o'lchagan natijaga o'xshash bo'lib chiqqan. Uning qo'lga keltirgan zo'r natijalaridan muhimlari Taklimakanga qilgan tunji qitimliq safarida Dandan o'ylik xarobasi bilan yotgan xarobasini bayqagan. İkinci qitimliq safarda bo'lsa, Kiroran dövlati xarobaligini bayqagan. Hamda Lopnor ko'lining qurib ketish ehtimolligini o'tirg'a qo'yib, Lopnor ko'lining ko'shma ko'l ekanligini isbotlagan. Sevenhedenning ekspeditsiya safarida tortgan foto suratlari 10,000 parchadan ortiq bo'lib, bu foto suratlar Shvetsiya etnografiya muzeyida saqlanib kelayotganiga 100 yildan oshdi. Ve yaqında Shvetsiya davlatlik arxivxonasining egidorchiligiga o'tkazib berildi. Sevenheden 1899-yili Stockholmdan Ishki Osiyoga qarab yo'lga chiqib, 3 yillik O'rta Osiyo safarini boshlaydi. Uning bu qitimliq ekspeditsiya safarining umumiy liniyasi avval Rossiyaga berib, andin Kaspiy dengizi orqali Samarqand, Toshkent va Andijonga boradi. Andin Pamir tog'laridan halqib, o'zining shaxsiy karvoni bilan Qashqarga yetib keladi. Qashqardan yo'lga chiqib, Tarim daryosi bo'yini bo'ylab Layliq, Ko'rla, Oqsu, Lopnorlarda tekshirishdi bo'ladi. U safarini yana hozirgi Tibet, Hindistonlargacha davomlashtirib, ondan Shvetsiyaga qaytdi. U qaytib kelgandan keyin o'zining kundalik xotirasiga asosan 1903-yili Natonish yo'llardagi 1000 yil nomli 2 tomliq kitobni va Lopnorga qarab degan kitobni nashr qildirdi. Yuqorida tilga ilingan kitoblarga 400 parchadan ortiq foto surat va 4 xarita berilgan. Sevenheden O'rta Osiyoga qilgan safari jarayonida Qashqardagi Rossiya bosh elchisi Petrovskiy, McCartney va ayni vaqtda Qashqardagi inovati nihoyatda yuqori bo'lgan Daniyalik pop Henriks qatorliq kishilar bilanmi qo'yiq do'stlik munosabati o'rnatgan. Doktor Erik Norinning Sevenheden va uning O'rta Osiyo Tibetdagi ekspeditsiya safari nomli kitobida avtor Sevenhedenning uni yaqindan kuzatgan seri uni to'liq tushungila bo'ladigan bir shaxs ekanligini, kishilarning uningga texmi qoyil bo'lib, minnatdorligini bildirganligini bayon qiladi. U yana Sevenhedenning ko'p taraflama bilimi, po'latdek irodasi, qo'rqmas jasoratiga opirin aytish bilan birlikda tangdoshsiz haqqoniyatchiligi, shak shubhasiz sadoqatmanligi, sof qalbi, shundaqla uning sabr toqatlik xarakteri qatorliq alayliklari haqida qimmatlik ma'lumot beradi. Sevenheden jafoliq emgakka ko'ngan.
Qara boran qaynab turgan dashti çölni, qumlarning haybisini yengen qaysar kishi bo'lish bilan birga yana ko'p tilliq bo'lish, atrofliq bilim qurilmasiga ega bo'lish, jafoliq ishlashdek ortiqchiliklari uningga muvaffaqiyatlarning eshigini ochgan. Svenheden Sharq Turkiston va Tibetning to'g'riliq darajasi yuqori bo'lgan xaritlarni sizib, jug'rafiyalik ilmiy to'hfalarni qo'shdi. Uning 2 Dünya urushida Germaniyaning maydonida turganligini hisobga olmaganda, uni tunji bo'lib taklimakkan qumliqidagi madaniyat izlarini dunyoga to'nishtirgan qaysar ekspeditsiyachi deb atashqa bo'ladi. O başqa ekspeditsiyachilardek boyliq to'plash va bulang talangni maqsad qilmagan ilm odami. Svenheden hayotida jami 55 tom asar yezib qoldirgan bo'lib, 87 yoshida Stockholmdagi uyda vafot bo'ldi. Uning butun hayoti degudek tekshirish, bo'libmi Sharq Turkistonni tekshirish ishlari bilan o'tgan. Uning hayotini Shvetsiyalik olim va shoir Sten Selanderning tövandagi so'zi bilan xuloslashga bo'ladi. Kishilar Svenhedenning odatdan tashqari natijalarini tasavvur qilish tas bo'lgan xizmat iqtidori, kurash qilish nishoni, jasorati va irodasini tilga olmay tura olmaydi. Svenheden hayot chig'ida rassom, yozg'uchi, jug'rafiyashunos, xaritchi, 2 qitimliq dunyo urushidagi germanlarning jarchisi va davlatning ichki qismidagi nizochi degan atoqlar bilan atalgan. Shu zamonlarda eng obro'li va eng ko'p tilga ilinadigan bu kishi talay nam shuhratlarga sahib bo'lgan. 1905-yili Xonliq akademiyasining akademiyligiga, 1913-yili Shvetsiya adabiyot institutining mudirligiga tayinlandi. 11 dona faxriy doktorlik unvoni olgan. Son-sanoqsiz ilmiy jamiyatlarning a'zosi bo'lgan. 1902-yili Aqso'ngak nomiga erishgan. O Aqso'ngak nomiga erishgan eng oxirgi kishi bo'lib, iroda va xizmat uning qiblanomisi edi. Uning turmush falsafasini buningdanmi ortiq ixchamlay olmayman. Doktor Svenheden bizga O'rta Osiyodagi cho'ng quruqliq o'ymonliqlarni, bepoyon qumliqlarni hamda yer yuzidagi eng cho'ng tog' tizmalari bilan qoplangan tog'larni jonliq tasvirlab berdi. U yana insoniyatning dastlabki davrdan tortibla Sharq bilan G'arb o'rtasidagi tabiiy bog'lanishning muhimligini bizga xotirlatdi. Ikkinchi bob. Mening kelinchikim Asiya. Men qancha qitimlab muhabbat daryosiga g'arq bo'lgan bo'lsam-mu, lekin Asiya mening qalbimda birdan-biri kelinchikim pet qoldi. U menga o'zining so'g'uq vujudini quchoqlashni o'rgatdi, ham mening uningdan o'zga yorni suyishimga yo'l qo'ymadi. Chunki menmi uningga butkul umidimni va o'zimni bog'lagan edim. Svenheden. Bu bab sal uzunroq, chunki bu babda Svenhedenning Sharq Turkiston qilgan 4 qitimliq safari nihoyatda tafsili tanishtirilgan. Shunga bu babni o'zinglarning o'qishiga qo'yman. 3-bab Sharq Turkiston majmuasi. Bu babda o'qirmanlarga Svenhedenning Sharq Turkistonga qilgan safariga oid qoldirgan kitoblari haqida ma'lumot beriladi. Svenhedenning Uyg'urlarga oid asarlaridan o'qirmanlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitoblar shved tilida yoki ingliz tilida bo'lib, bir qism kitoblari Xitoy tilidan Uyg'ur tiliga tarjima qilinib besilgan. Lekin kitoblarning asli nusxasi bilan selishtirganda nurg'un mazmunlar qisqartirilib besilgan. Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan uning 8 parcha tarjima asari nashr qilingan bo'lib, bu asarlar tovandikicha.
Xoten Bostanlıqağa səpər, Lopnur qumluqıdın Dünxuanğıca, Təklimakandan ötüş, Niye harabısını təkşürüş, Hayat mamatlıq bayavan, Kroranğa səpər, Yiraq qırlar, Ayaqlaşmağan ekspedisiya qatarlıqlar. Abdur Zuluhayat Ötkürü bu babda yuqorida ta'kidlab o'tgandek faqat Uyg'ur tiliga tarjim qilinmagan bo'libmi asosan shved tilida va ingliz tilida yozilgan kitoblarni bir qadar tafsiliy tonishtirgan desakmi bo'ladi. Shunga bu bo'limni tafsiliy o'qimaymiz. O'qib bermoqchi bo'lgan bo'lim 4-bab uyqudagi malikani uyg'otgan shahzoda. Uyqudagi malikani uyg'otgan shahzoda. Xo'sh. Kroran qadimiy shahrini tilga olganimizda, Kroran kishilarga nihoyat sirliq tuyuladi. 1979-yili atalmış Xinjiang arxeologiya xizmatchilari Lopnur ko'lida zo'r turkumdagi qimmatli asara atiqalarni qazib chiqdi. Bunun ichida yil davri 2000 yildan 6000 yilgacha bo'lgan, ya'ni karbon 14 bilan tekshirish natijasi bir ayolning jasadi bor bo'lib, bu jasad shu hamon davlat ichi sirtini zilzilaga soldi. Xitoy hukumatining e'lon qilishicha 3800 yillik jasad. Bu ularning bu zamonda yashagan xalqning tarixini yoshirganligidan bo'lgan. Bu jasad Qabrag'ul qabristonligidan tepilgan. Ayni vaqtda qazib olingan vaqti eng boldir, saqlanish ahvoli bir qadar yaxshi jasad edi. Krorandan chiqqan ayol jasadining yeshi ancha cho'ng emas bo'lib, kichik yuzi, qanşarlıq burni, cho'ng ko'zi, sanobalg'idek uzun kirpiklari, quyuq ham dolqin budra chochlari uning hayot chig'ida bir sohib jamal ekanligini ko'rsatib beradi. Kroran ilgari Yepak yo'lidagi bir mahal davr surgan qadimiy davlat bo'lib, 1500 yillar ilgari Lopnur ko'li atrofidagi qumliq ichida tuyuqsiz g'oyib bo'lgan. 100 yillar ilgari Sevenheden va Lopnurluq o'rdak Kroranni bayqagan vaqtida Kroran allaqachon cho'l bayavonga aylanib ketgan bo'lib, faqat yog'och parchalari va bir necha joydagi xaroba izi qolgan. Kroranliklar qanday bo'lib g'oyib bo'lgan? Kroranliklarning tili, yezig'i, urf-odatlari qanday edi? Davlati halok bo'lgandan keyin Kroranliklar qayerga ketdi? Yo'qolib ketgan madaniyatni tepib, Kroranning sirini yeshish arxeologlar, tarixshunoslarning 100 yildan buyonqi hargiz asdan chiqarmaydigan orzusiga aylandi. Kroran davlatining qachon qurilganligi tarixiy materiallarda xotirlanmagan bo'lsa-mu, lekin Kroran go'zali deb atalgan tarixiy eng uzun jasadning milodiyadan burunqi 2000-yillarga oid ekanligi ilm dunyosida aniqlab chiqildi. Milodiyadan ilgariki 77-yili G'arbiy Xan sulolasi Yepak yo'lining ravanliqiga kapolatlik qilish uchun odam avatib, g'ollarga moyil Kroran podshohini suiqasd bilan o'ldirib etib, yangidan podshoh tayinladi. Hamda Kroranning davlat nomini Pichonga o'zgartdi. Shuningdan keyingi necha 100 yil ichida Pichon uzluksiz holda Kroranning davlat nomiga aylandi. Bugungi kunlikda biz tilga olgan Kroran amaliyotda Pichon podshohligi bo'lib, Veyname Pichon tazkirasi qatorliq tarix kitoblarida xotirlanishicha, milodiya 422-yili Pichon podshohi Bilung Shizi 4000 dan ortiq xalqni boshlab Shimoliy Liang sulolasidagi Hun podshoh Juchu Anjuga al bo'lgan. Hamda uningga agishib Ediqutga ko'chib kelgan. Ediqutga kelgandan keyin bu Kroranlik kishilar Qumtaq qumliqining shimoliy qirg'oqidagi bo'stonliqlarga o'rinlashtirilgan. Kroranliklar bu bo'stonliqni Pichon,
deb atab Lopnordagi yurti Pichanni xotirlagan. Hozirga qadar Uyg'urlar Pichanni yanala Pichan deb ataydi. Kroranlıqlarning Turpan o'ymaliqiga ko'chish harakati Ostona qadimiy qabristonligidan qezib olingan Tang sulolasi davridagi maktublardami isbotlangan. Yana qisman kroranlıqlar Charchan, Choqiliq, Lop, Qarashahar, Qumul qatorliq joylarga ko'chgan. Hatto ba'zilari Iroqqa safar qilib, o'tiri tuzlamlikka borgan. Miladiya 5-asrning oxirida Janubiy Chi sulolasining elchisi Zhang Jingshuan buyruqqa binoan g'arbiy yurtqa ziyoratga chiqib, Pichandan iborat, ya'ni Kroran bu munbat bo'stonliq davlatning qonqillar tarafidan vayron qilinganligini, xalqning har tarafga qochib, butun shaharning quruq qolganligini bayqagan. Svenhedinning Kroranni bayqishi tarixda xuddi Ipak yo'lining chun pardasini elib bir bayqash bo'ldi. Svenhedin xuddi to'pi ostida ko'milib yotgan uyqudagi Kroran davlatining malikasini uyg'otib, malikini zuvonga keltirib, bir zamonlarda ajoyib madaniyat yordamlarini yaratgan mo'jizador ajdodlarining ovat shaharlari, kashfiyotlari haqida so'zlatkizib va yana qandaqdir sabablar tufaylidan bu davlatning vayron bo'lib, to'pi ostiga g'arq bo'lganlik sababini dunyoga jakarlig'izayotgandek rol o'ynadi. Kroran bu zaminda yashagan yoki boshqa joylardan bu yerga ko'chib kelib yashagan xalqlarning ayni vaqtdagi turmushi, aloqasi, til yoziqi va bu madaniyatning orqasidagi bog'lanishlik bo'lgan g'arb sharq madaniyatlari orasidagi munosabatlarning sirini yeshish uchun dunyo ahlini yangi bir eraga elib kirdi. Jasad qo'lvoqqa dafn qilingan bo'lib, jasad sanduqining og'zi yulg'un yog'ochlari bilan hem yepilib, loy bilan suvalgan edi. Shunga jasad sanduqini echishmi ular uchun ancha osonga to'xtamadi. Ular sanduqni ochgandan keyin jasadning bir parcha kegizga ching o'ralganligini ko'rdi. Jasad go'yo 6000 yil bu xarobilikning o'rnida qad ko'targan sultonlikning tepishmoqlarini qabriga elib kirib ketgandek qiladi. Jasadning yuz terisi tartishib turadigan bo'lib, lavlari xuddi kulimsirab turgandek ko'rinadi. Bu kulimsirashlar uning so'yilganidan va so'yganligidan bo'lishi mumkin edi. Va yoki uning o'pkisining yalluqlanganligiga qarab, bu jasad qum bo'ronlar bilan ilishib, echinishliq azob tortib o'lgan bo'lishi mumkin. Bu mumya jasad Kroranning atliq askarlari bilan o'qya va kirishlarini tortib, Hun eliga va atrofdagi barbarlarga qarab nari tortib atlanishlarga, cho'ng karvon saroylarining, to'yga karvonlarining aram elishi uchun panohgoh bo'lganligiga, yipaklarni g'arbga to'shigan yipak yo'li savdogarlariga qo'nalg'u bo'lganligiga shohid jasad edi. Lekin ayni vaqtda tasavvurlardan boshqa olimlar faqat jasadning 1 metrdan ortiqroq bo'y egizlikdagi bir ayol kishi ekanligidan boshqa ishlarga jazm qila olmagan edi. Xo'sh, bugun mushunchalik o'qib beray. Kelar qitimda 5-bob Oydin To'ramning Uyg'ur do'stlari ni o'qib beraman. Ma'qul amsa, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizga diqqat bergaysiz. Xayr xo'sh, omon bo'ling.